Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Andijon viloyati telekanalida yana bir davra suhbatimiz efirda. Bugungi ko'rsatuvimizda aynan yoz mavsumida abituriyentlar va ularni ota-onalari uchun hayajonli bo'ladigan palla haqida gaplashamiz. Ya'ni 2026-2027 o'quv yili uchun qabul jarayonlari va bunda o'tkaziladigan imtihonlar, mana shular haqida gaplashish uchun, yangiliklar olish uchun va teletomoshabinlarimizga buni yetkazish uchun bugun sizlarni dasturimizga taklif etganmiz. Bugungi mehmonlarimiz Bilim va malakalarni baholash agentligi Andijon viloyati hududiy bo'limining rahbarlari hamda mutaxassislari bo'ladilar. Dastlab o'tgan yilgi mana shu abituriyentlarning hujjatlarini qabul qilish jarayoni bilan bu yilgi qabulni farqlarini tushuntirib bersangiz, qanaqa yangiliklari bo'ldi, bir o'zgarishlar bo'ldimi yoki o'z holicha qolganmi? Avvalgi yilgidan keskin farq qilgan yo'q bu narsalar. Buni sababi odamlarimiz, ya'ni fuqarolarimiz ko'nikib boryapti. Onlayn tizimiga, ya'ni raqamlashtirishga o'tib ketilgan. Uyda o'tirgan holatda tashqariga chiqmasdan telefondan yoki o'ziga qulay bo'lgan telekommunikatsiya vositalaridan foydalangan holda ro'yxatdan o'tish imkoniyatlari yaratildi. Endi bu shunday tizim yaratildiki, pasport serial raqamini hamda she'r 14 xonali raqamini kiritib qo'ysa, barcha ma'lumotlar unga tegishli bo'lgan, ya'ni imtiyozlari bormi, qayerda bitirgan, pasport ma'lumotlari, barcha ma'lumotlar o'zi dasturlar integratsiyalash natijasida barcha ma'lumotlarni tortib oldi. Shu bilan buning natijasida fuqarolarda sarson-sargardon bo'lib yurishiga, ya'ni meni imtiyozim bor edi deb u yerga borib tasdiqlatishi, keyin uni aslini olib kelib mana taqdim qilinishi, avvallari shunaqa holatlar yuz berardi. Ya'ni misol o'zim ham harbiy qismda askarlik vazifamni bajarganimdan keyin ligota deymiz endi, olganimdan keyin qog'ozi bergan. Shu qog'ozini olib borib Toshkentga olib borib topshirganman. Ya'ni hujjatlarim bilan borib bir kun ertaga hujjat topshiraman deb kechqurun chiqib ketib, ertalab borib, bittadan keyingacha turib, navbatda hali ur-sur to'polon bilan kirib, hujjatlar to'plagansiz. Unga albatta bir dunyo paket hujjat so'ralardi, medko'riklardan o'tilardi, mahalla komitetidan ma'lumotnoma ol, o'qishingdagi diplomini aslini ol va hokazo bir dunyo paket hujjat bo'lardi-da. Uni olib borib, eng achinarlisi olib borsangiz, qaysidir bir nima hujjatingiz kam bo'lsa, yana qaytib kelasiz, shu qaytib, yana to'g'rilab, yana Toshkentga yoki o'sha qayerga topshirmoqchi bo'lsangiz, yana borishingiz kerak edi. Bartaraf qilib. Hozir mana bu narsalar yo'q. Uyda o'tirib, pasport serial raqami aytganimcha, she'r raqam, ya'ni 14 xonali raqamni kirityapti. Hamma ma'lumotlar tortib olinyapti. Bu juda ham qulay. Uyda o'tirib, hech qayerga chiqmasdan sarson-sargardon bo'lib, ortiqcha ovoragarchiliklar oldini olinyapti. Bu yilgi qabul jarayonlarida kiritilgan yangilik, harbiy qismda 1 yillik harbiy xizmat o'tayotgan askarlarimiz uchun ham oliy ta'lim muassasasiga topshirish imkoniyati yaratildi. Ular ham o'sha harbiy qismda mas'ullar tomonidan sharoitlar yaratib berildi. Onlayn tarzda ariza qoldirib, ular ham imtihonda ishtirok etish bo'yicha tayyorgarlik ishlarini qilib qo'yishdi. Hamma abituriyent qatorida endi ruxsatnomalar ularga ham e'lon qilindi. Shu paytda kelib belgilangan fursatda imtihonlarni topshirishi mumkin. Harbiy qism tomonidan bunga o'sha harbiy qismdan test bo'ladigan joyga borib kelishlariga sharoitlar yaratib beriladi. Imtihon kuni endi nima deydi? Qandaydir ma'noda xizmatdan ozod qilib turishadi. Imtihon topshirib oladi. Bu ham o'sha yoshlarga berilayotgan e'tibor, 1 yil umrini behuda ketkazmasdan shu yoshlarimiz ham topshirib olsin degan imkoniyat yaratildi. Oldingi yillarda harbiy qismdagi askarlar demak test sinoviga topshirish uchun sharoit bo'lmagan, ariza qoldirish olmagan. Bu yilgi yangilik shu. Harbiy qismdan turib ariza berdi ular. Yangi tamoyil asosida o'qishga qabul qilinyapti, ya'niki o'sha avval test, keyin tanlov. Tanlov jarayonlari hali bu boshlangani yo'q. Hali testlar o'tkaziladi, imtihonlar bo'ladi, davlat testlari va undan keyin tanlov jarayoni bo'ladi. Lekin o'tgan yili tanlov jarayonlarida ham sizlar bevosita ana shu nazoratda bo'lgansizlar. Bu bo'yicha mana call centerlar tashkil etilgan, bunda so'rovlarga javob berilgan. Eng ko'p adashilgan bir abituriyent tomonidan xatoga yo'l qo'yilgan jihatlari qaysi bo'ldi o'tgan yili? Shu haqda aytib o'tsangizki, bu yil abituriyentlar mana shu xatoni, kamchilikni yoki bir e'tiborsizlikni deymizmi, shuni takrorlamasinlar. Avvalgi yillardagi tajriba amaliyotlardan kelib chiqadigan bo'lsak, bu yerda
ko'p xato qilib qo'yadiganlar fanlar majmuasini hozir mana tanladi, ya'ni fizika matematika misol. Fizika matematikani tanladida, undan keyin unga qaysi yo'nalishlar to'g'ri kelishligi haqida ma'lumot berildi. Bu tushunarli deb belgiladida, keyin imtihonga kiradi, kirib chiqqandan keyin ertasi kuni balliga e'lon qilinadi. Shu bilan test sinovlari to'liq yakunlangandan so'ng bir haftadan keyin deyilgan 15 kunga ochib beradi yana. Ikkinchi bosqichda, ya'ni tanlov. Ta'lim yo'nalishini o'ziga mos bo'lgan o'sha fanlar majmuasiga oid tanlab qo'yish kerak. Ta'lim shakli o'sha kunduzgi, kechki, masofaviy degan ta'lim shakllarini tanlab, ana shu joyda yo'nalishlarini 5 tagacha, u keyin yana ko'pchilik nima qilib qoladi, xato qiladi. 5 ta tanlashim shart degan. Yo'q, bu 5 tagacha. Xohlasa bitta tanlasin, xohlasa 2 ta, xohlasa 3 ta. Qarab turamiz, 5-chi yo'nalishga kirib qoladi-da, yana bo'lib ham davlat grantiga kirib qoladi 5-chi yo'nalishga. O'qimayman deydi. Nimaga o'qimaysan, nimaga tanlading unda buni desangiz, men 5 ta majburiy debman-da deydi. Endi achinarlisi, keyingi yilga bu, ya'ni bu yil o'tgan yil davlat grantiga tavsiya etildi, u o'qishga kira olmadimi? Bu yil 189 dan 189 ball to'plasa-da, unga grant ajratilmaydi. U faqat to'lov kontrakt asosida o'qishni davom ettiradi. Shuning uchun bu hali tanlovda amalga oshirilayotganda, tanlayotganda qat'iy qarab, agar bunga kira olmasam bunda kira olmasam bunda albatta o'qiyman. Hali tanlab qo'ydim 5 ta emas, 2 ta, 3 ta farqi yo'q. U 5 ta xohlasin tanlasin. Xohlasa bitta oliy ta'lim muassasasidan 5 ta yo'nalish tanlasin, xohlasa 5 xil oliy ta'lim muassasasini tanlasin. Bu o'zini ixtiyorida. Fanlar majmuasi to'g'ri kelsa bo'ldi. Endi bu yerda ikkinchi bosqichga o'tganda kimlar xatoga yo'l qo'yib qo'yadi? Imtiyozi borlar. Turli xil imtiyozga ega, test sinovlarida qatnashmagan, ular test sinovlaridan ozod qilingan. Shular bo'ldi, men o'qishga kirdim deb o'ylaydi. Xotirjam bo'lib qoladi. Xotirjam bo'lib qoladi. Endi hamma yo'q tanlovlar yakunlanib, shundan yakunlangandan keyin bir haftadan so'ng mandat e'lon qilinganda men chiqmadi hech narsa deb keladi. Nimaga chiqmadi? Bilmayman, hech narsa kirmadi. Tanlov deysizmi desam, yo'q. Nimaga tanlamaysiz? Men bilmabman deydi. Bilmabman bo'lmaydi. Fanlar majmuasini tanlagansiz, shunga mos yo'nalish tanlab qo'yish kerak edi desangiz, endi nima qilaman? 1 yil umrim uzr deymiz. Chunki e'tiborsizlik mana shu joylarda bo'lib qoladi. Eldor aka, mana tanlovlar haqida siz bilan ko'p gaplashamiz-da. Mana shu oliygohni yoki bir yo'nalishni tanlayotganda abituriyent qaysi jihatlarga e'tibor bersa ustuvorlik beradi? Qanaqa tavsiya berasizlar shu tanlov bo'yicha? Tanlov jarayonlari ikkinchi bosqichga kelganda o'sha mana Rustam aka aytib o'tdi, ta'lim shaklini, ya'ni kunduzgi, kechki, masofaviy ta'lim tilini, ya'ni ta'lim tili o'z-o'zidan topshirayotgan test sinoviga bog'liq. Va shu yerda ustuvorlik masalasi so'raladi. Davlat granti degan ustuvorlik bor hamda to'lov kontrakt ta'lim yo'nalishiga degan ustuvorlik beriladi. Bu davlat granti hamda ta'lim yo'nalishiga ustuvorlik yaxshilab tushunib olishga kerak bo'ladigan narsa. Sababi 5 ta yo'nalishgacha tanlash mumkin deyilyapti. Davlat grantini tanlagan paytda o'sha to'plagan ballni dastlab 5 ta yo'nalishga ketma-ket davlat grant asosida qo'yib chiqadi-da. Keyin o'sha 5 ta yo'nalishga ham grantga tavsiya etilmagandan so'ng yana ketma-ket o'sha birinchisidan boshlab 5-chisigacha keyin to'lov kontrakt asosida tanlovga qo'yib chiqadi. Narigi ta'lim yo'nalishiga ustuvorlik berish degan ustuvorlikni tanlagan taqdirda u sal boshqacharoq ishlaydi. Funksiyasi, ya'ni o'sha birinchi yo'nalishga davlat grantiga abituriyent ballni qo'yadi. Kirmasa, xuddi aynan o'sha birinchi yo'nalishga kontraktga ham qo'yib chiqadi ballni, to'plagan ballni. Keyin agar birinchi yo'nalishga ham grantga ham kontraktga tavsiya etilmasa, keyin ikkinchi yo'nalishga tushadi-da. Bu ketma-ketlik juda muhim narsa hisoblanadi. Mana test sinovlari yakunlangandan so'ng ko'plab murojaatlar kelib tushganda, meni farzandim masalan 2-yo'nalishga grant kontraktga kirib qoldi, lekin to'plagan balli 4-yo'nalishga grantga kiradi. Shu 4-yo'nalishga borib grant o'qisa bo'lmaydimi degan murojaatlar bo'lib qoladi. Shu ustuvorlik o'sha jarayonlarda hal qiluvchi rolni o'ynaydi. Shunga e'tibor berish kerak. Ustuvorlik masalasi bu juda muhim narsa. Endi oilalarimizda sharoitlar har xil. Imkoniyatdan kelib chiqib turib, bekorga mana hamkasbim aytib o'tmadi, 15 kun muhlat beradi-da yo'nalish tanlashga. Masalan, uni o'qitgan o'qituvchisi bor, ota-onasi bor, abituriyent deb o'tirib, hamma narsani o'lchab, ko'rib turib, o'sha
qiziqqan sohasiga albatta mutaxassis bo'lmoqchi bo'lgan sohasini tanlashda shu ustuvorlik masalasiga e'tibor berib ketish kerak. Davlat granti hamda ta'lim yo'nalishiga ikki xil ustuvorlik bor. O'sha ballarni qo'yish ketma-ketligi o'ziga yarasha farq qiladi. Shunga alohida e'tibor qaratish kerak bo'ladi. Shu bilan birga imtiyozi bo'lsa, imtiyozida yozib qo'yadi. Shu birinchi tanlov qilingan ta'lim yo'nalishiga kunduzgi yoki kechki yoki masofaviyga qaysiga ta'sir qilinishi yozib qo'yiladi. Tanishib qo'yish kerak. Chunki ko'proq xotin-qizlarimizga beriladigan imtiyozida misol qilsak, birinchi ta'lim yo'nalishiga faqat kunduzgiga deydi. Ular masofaviy kechga qiladi, o'ziga moslab unga ishlamay qoladi nima? Imtiyoz. Shu joylariga ham e'tibor berish kerak. Shuning uchun har bir olayotgan imtiyozni bir qator pastida sal kichikroq yozuvlar bor. Bu bejizga haligi bekorchilikdan yozmaydi odam. U kerak ekan, shuni bildirib qo'yaylik, tanishib tursin deydi. O'shani o'qib, ha, bunaqa narsa ekan deb tanishib qo'ysa maqsadga muvofiq bo'ladi. Hamma imtiyozi qo'lida borlar. Demak, ozgina e'tiborsizlik ham bu katta natijaga to'siq bo'lib qolishi mumkin ekanda. Endi mana g'alvir suvdan ko'tariladigan payt yaqin, ya'ni imtihonlar, bunda o'sha bilimlilar saralanadi. Ana shu bilimi eng yuqori bo'lganlar bugun yangicha mexanizmda o'tkazilayotgan imtihonlarda sinovlardan o'tishadi. Bu yilgi imtihonlarning qanaqa bir yangiligi bor? Abituriyentlar uchun yana nimani aytib o'tardingiz? Aynan bu yilgi imtihonlarning o'tgan yilgidan farqi bormi? Qanaqa qo'shimchalar yoki bir yangiliklar kiritildi? Abituriyentlarimiz uchun bu yilgi imtihonlarda berilgan yangilik, endi o'tgan yilgidan farq qiladigan joyi, chet tili fani birinchi fan yoki ikkinchi fan bo'lishidan qat'iy nazar, unda B1 darajadagi sertifikat bo'lsa, unga o'sha sertifikatdan ro'yxatdan o'tganda foydalanishni belgilab ketgan bo'lsa, unga o'sha birinchi yoki ikkinchi fandagi maksimal balini 75% miqdorida ball berishi ko'zda tutilgan. Bu yildan bu yangilik. O'tgan yillardan faqat B2 bo'lishsa, maksimal ball berish ko'zda tutilgan. B1 ga imtiyoz nazarda tutilmagandi. Endi bu yildan B1 bo'lsa, foydalanmoqchi bo'lsa, o'sha to'plash mumkin bo'lgan o'sha fandan ballni 75%ni beradi, maksimal ball. Shu yangiligi bor. Endi qolgani mana binolarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, Andijon viloyatida 3 ta hudud tanlab olingan. Birinchi hududimiz bu Bilim va malakalarni baholash agentligining Andijon viloyati bo'limi binosi. Bu bino xalqimizga yaxshi tanish bo'lgan Andijon davlat universiteti yonida joylashgan. Demak, universitet hududiga yetib kelgan odam test sinovi bo'ladigan hududga yetib borishi qiyin emas. Ikkalasi bir-biriga tutash hududda. Ya'ni universitet yonida Andijon davlat universitetining akademik litseyi joylashgan. Litseyga tutash hududda Bilim va malakalarni baholash agentligining binosi joylashgan. Bu binoda shartli ravishda ikkiga bo'lingan, birinchi va ikkinchi bino A sektor, B sektor deb nomlangan. Keyingi ikkinchi hududimiz bu Andijon olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi. Bu xalqimiz uchun tanish bo'lgan Andijon klinikasining qarama-qarshi tomonida yoki Bobur arenasi, futbol arenasini oldida joylashgan. Ushbu binoyimiz ham shartli ravishda ikkiga bo'lingan, 3 va 4 binolar sanaladi. Manzili endi Andijon shahri Mustaqillik ko'chasi 1-uyda joylashgan. 5-binoyimiz bizda Muhammad al-Xorazmiy nomidagi ixtisoslashtirilgan maktabning Andijon filiali Buxoriy ko'chasi 3-uyda joylashgan. Bu o'sha Soy hududi deb yuritiladi. Shu joyda binoyimiz joylashgan. Mana shu 3 ta hudud va ularning ichida 5 ta binolarda test sinovlari bo'lib o'tadi. Adashib qolmasligi uchun o'sha ruxsatnomasida, abituriyent ruxsatnomasida manzillari, ko'chaning nomi, uyning raqamigacha ko'rsatib o'tilgan. Shu joyda tavsiya qilib qolamiz abituriyentlarimizga test sinovlari boshlanishidan oldin qaysi yo'nalishdagi transport vositasida borish mumkinligi, qayerga kelib to'xtash mumkinligi bir tanishib, ya'ni imtihondan oldin ketsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki imtihonga kech qolib kelish ham abituriyentni nima deydi, test sinoviga kirmasligiga sabab bo'lib qoladi-da. Abituriyentda o'ziga yarasha majburiyatlari bor, belgilangan vaqtda shaxsni tasdiqlovchi hujjat hamda ruxsatnoma bilan kelish shart deb yozib qo'yganda. Shu narsaga amal qilsa, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Ko'p eshitganmiz ana shu imtihonlardan abituriyent chetlatilibdi degan gaplar ham qulog'imizga chalinganda, abituriyent ham mana shu qatnashadigan imtihon jarayonlarida o'zini mas'uliyati, vazifasi ham deymiz, burchlari ham bor.
nima talab etiladi va abituriyentlarga nimani eslatib qolardingiz? Aynan imtihonlardan chetlatilishiga sabab bo'lib qoladigan omillar nimada? Shu bo'yicha ham bir eslatmalarni aytib o'tsak, menimcha yaxshi bo'ladi. Rahmat, bu juda o'rinli savol. 2018-yildan katta sig'imli binolarda o'tkazilishi belgilangandan so'ng, ya'ni barcha o'sha kameralarda hamma bir-birini ko'radigan holatga o'tgandan so'ng juda ham ko'plab avval telefon boshqa ortiqcha narsalar chiqsa olib qo'yishardi, bor kiraverdinglar. Bu yerda keyin 18da nizomga o'zgartirish kiritilib, olib kirishga urinsa, olib kirsa degan so'zlar kiritildi. Aniqlansa degan, shu aniqlansa imtihon binosiga yetib bormasdanoq chetlatiladigan bo'lib qoldi. Ha, demak kiritilmasdan turib topilsa chetlatiladi. Foydalanmasa ham hali. Olib kirganim yo'q. Mana yoki binoga qandaydir bo'lib binoning ichiga kirib ketib qoldi. deb qaradida, telefonim yonimda qolibdi, mana telefonni olib qo'ying desa ham chetlatilaveradi. U foydalangani yo'q, foydalanganim yo'q. Mana o'zim beryapman desa, taqiqlangan vositani olib kirdingiz deydi. Olib kirdi deb turib chetlatiladi. Endi men aytmoqchiman, 2018-19-yillarda chetlatish juda ham ko'plab kuzatilgan. Mana abituriyentlarimizni bilim saviyasi oshib, o'ziga ishonchi yuqorilashib, o'z ustida ishlash natijasida yildan yilga kamayib, avvalgi yili chiqmadi. Taqiqlangan vositalar. Endi chetlatishlar bo'ldi. Qandaydir taqiqlangan vosita bilan aniqlangan holatlar kuzatilmadi. Ya'ni bu xalqimizni tushunib yetayotgani. Bu narsani olib kirgandan u yerda hali foydalanish ham kerak-da. Foydalanish uchun sharoit bo'lishi kerak. O'sha sharoitlar yo'qligini tushunib yetib, o'zini bilimiga ishonib kirib kelayotgani odamni quvontiradi albatta. Shu telefon, shpargalka, ortiqcha xullas pasport va ruxsatnomadan tashqari jamiki narsa borki, ortiqcha ularga yonida olib kirish. Hatto yozish uchun vositalar. Yozish, ruchka, suv ichkarida hamma yo'q beriladi. O'sha talablar bor. Sovutilgan xonalarda, ya'ni zallarda konditsionerlar qo'yilgan, sharoitlar yaratilgan, shu yerga kirib, o'tirib, topshirib chiqib ketsa bo'ldi. Ortiqcha narsani olib kiraveraychi, balki eplarman, boshqa yo'q, eplolmaydi, chunki bitta binoda 40 ta guruh bo'lsa, misol 40 ta guruhga 50 ta 55 ta kamera qo'yilyapti. Kameralar sonini aytyapsiz-da, bu mana bitta binoga nechta abituriyent sig'adi va bu nechta abituriyentga to'g'ri keladi? Hech shuni hisob-kitob qilganmisizlar? Albatta. Shuning uchun aytyapman, 40 ta guruh bo'lsa, misol aytayotganimda 55 ta atrofida bo'lsa, bu 40 ta guruhga 1200 ta, ya'ni har bir guruhda 30 tadan. U nizom bo'yicha har bir guruhga bittadan kamera qo'yiladi. 360 gradusda oladi. Yo'q, o'sha kamera to'liq o'sha nimani jarayonda 360 ta 4 ta qo'yilgan. Misol bizni bilim va malakalar baholash agentligiga. Sport kollejga 3 ta. 360 to'liq aylanib kuzatib o'tiradi. Mana bu qotirilgan shu holatda nima bo'layotgani jarayonda istalgan vaqtda ko'tarib, mana bu vaqtda nima bo'lgan deb turib ko'rib olish ham mumkin. Analogi yuqori. Albatta. Endi shu bilan birga bundan tashqarida birga kelgan, endi biz tavsiya qilmaymiz, hozirgi kunlarda kelishdi, ota-ona, yaqinlar o'zlari kelib topshirib ketishlari, chunki issiq, mana havo harorati yuqori. Xuddi shu holatda davom etib ketadigan chilla paytida imtihonlarimiz boshlanishi ko'zda tutilyapti. Shu uyda o'tirib ham telefonda yoki kompyuterda yoki hatto televideniyada, ya'ni bitta kanal ajratiladi, ko'rib, kuzatib turish imkoniyati bor. Endi bu yerda albatta uni farzandiga alohida onlayn kamera qo'yib bilan yoritib berish imkoniyati yo'q. Omadi kelsa o'sha guruhni ko'radi, o'sha bolasi o'tirgan joyni ko'rishi mumkin. Bo'lmasa umumiy u yerda adolatli, shaffof o'tkazilayotganini nazorat qilib kuzatib o'tirishi mumkin. Kim kimgadir yordam beryaptimi, boshqami, yo'qmi degan savollariga bemalol uyga o'tirib, dunyoni istalgan, nafaqat uyda, xohlagan dunyoni istalgan joydan test2026.uz degan sayt bor. Shu onlayn kirib, Andijon deb turib o'ziga kerakli binoni tanlab, u yerda
ikkitadan to'rttagacha kamera bo'ladi, xohlaganini bosib, kuzatib uyda o'tirsa bo'ladi salqingina. Mana endi raqamlashtirish kirib kelyapti hamma sohaga. Bu aynan shaffoflik, adolat va mana shu jarayonlarda aniqlikni, nazoratni oshirish maqsadda ham yo'lga qo'yilyapti-da. Bu mana imtihonlarda ham aytyapsiz, mana kuzatuv kameralari, qolaversa onlayn translyatsiya qilinishi, bu ham albatta shaffoflikni yana ham oshiradi, ta'minlaydi. Bir vaqtlar mana shu qabul jarayonlari ham korrupsiyaga to'la edi. Yashirmaymiz, tan olishimiz kerak. Lekin bugungi kundagi o'sha shaffoflikni ta'minlash deb quruq so'z bilan aytilmayapti. Bu shaffoflik haqiqiy amaliyot bilan yonma-yon ketyapti-da. Korrupsiya holatlarini oldini olishda bu qanchalik qo'l kelyapti, aynan imtihon jarayonlarini qattiq nazoratga olinishi. Korrupsiyani oldini olish bo'yicha juda ham katta ishlar amalga oshirildi. Ayniqsa yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, 2018-yildan buyon katta sig'imli binolarda o'tkazilib kelinayotgan bo'lsa, ushbu jarayonni onlayn kuzatish va bundan tashqari kuzatuv kameralari orqali yozib olish va hamda ushbu yozib olingan zapislarni yana ma'lum muddat saqlash natijasida bu yerda nizomda shunaqa joyi ham borki, agar degan mana imtihondan chiqdi, e'tiborsizlik bilan biror narsadan foydalandi. Abituriyent foydalandida buni ana shu yozib olingan zapislar, ya'ni ma'lumotlarni o'rganib chiqqanda aniqlansa, natijasi bekor qilib yuborilaveradi. O'qib, unga o'qishda buyruq chiqib o'qiyotgan bo'lishiga qaramasdan natijasini bekor qiladi. Natijasini bekor qilsa, buyruq ham o'z-o'zidan o'z kuchini yo'qotadi. Bo'ldi chetlatilishiga asos bo'ladi. Mana shunaqa qat'iylik, shunaqa talabni kuchaytirilishi natijasida korrupsiyani, shaffoflik bu korrupsiyani eng katta dushmanida. Adolatli, shaffof o'tkazilayotgan joyda hamma bir-birini kuzatib turibdi. Mana shu harakatlarimiz ham o'ylayman korrupsiyani ildiziga urishiga, adolatli o'qishga kirishiga sababchi. Achinarli holatlar ba'zan kuzatiladi. Men o'qishga olib kirib qo'yaman deydi kimlardir. Siz bunaqa joyda ishlar ekansiz, o'qishga hech kim olib kirib qo'ya olmaydi. Aralasha olmaydi. Aralasha olmaydi, ishoning. Mana hozir deylik rejimga kirib ketdi haqiqatda. Bizda natijalarda o'qib e'lon qiladiganda rejim deydi, u yotib ishlashadi u yerda. 3 mahal ovqatini, boshqasini o'sha bilim va malakani baholash agentligi tomonidan ta'minlab beradi. O'sha yerda tekshiruvchilar ham tashqariga chiqmaydi. Tashqariga hatto chiqmaydi endi. Bo'ldi, rejimga kirdi ular. Rejim holati yondi. Ular deyarli test sinovlari yakunlangunga qadar chiqmaydi. Chiqmaydi, o'tirib o'sha yerda natijalarni o'rganishadi, o'qishadi, boshqa qilinadi, u yer o'ziga yarasha qo'riqlanadi, nazorat qilinadi. Xavfsizlik nuqtai. Valigi kinolarda ko'ramiz, bunday qilib ko'zda skaner qiladi, shunaqa eshiklar ochilishi shunga qo'yilgan. Barmog'i bilan ochib kiradi. Endi bu tomonda men o'qishga olib kirib qo'yaman deydi. Bo'ldi, o'qishga olib kirib qo'yar ekan deydi. Qanchadir miqdorda pulga gaplashadi, oladi. Olgandan keyin bu abituriyentdan oldin o'sha olib kirib qo'yaman degan odam kutib o'tiradi. Necha ball bo'ldi ekan, tavsiya etildim. Tavsiya etilib qolsa, mana men olib kirib qo'ydim deydi. Yana qolganini ber deydi. U sizdan pulni olishni biladi. Qolganini ham beradi. Lekin abituriyent o'z kuchi bilan kirgan bo'ladi. Albatta. Endi kira olmay qolsa, endi harakat qildik, bo'lmadi deydi. U pulni, bo'pti, pulimni qaytarib ber deydi. U pulni qaytarmaydi. Mana shu abituriyentlarga baralla aytishim mumkin. Mabodo o'qishga kirsangiz, o'zingizni bilimingiz yetarli bo'lganligi uchun kirdingiz. O'qishga kira olmagan bo'lsangiz, o'zingizni bilimingiz yetarli bo'lmaganligi uchun. Ya'ni hech kimning ta'siri bilan ballingiz ko'tarilmadi yoki tushirilmadi. Shu narsaga qat'iy amal qilishingizni so'rab qolamiz. Hech kim sizga ta'sir qila olmaydi bu o'qishga kirishingizda. Faqat va faqat o'z bilimingizga ishoning, o'zingizga ishoning. Xotirjam ham bo'ladi-da inson. Keyin Rustam aka, mana aytayapsiz, o'sha shunaqa va'daboz yoki bir firibgarlar deymizda, aynan o'qishga olib kirib qo'yaman deydi, u kira olmaydi. Bir vaqtlar shunaqa bo'lgan, xalq tilida aytsak, super kontrakt degan atama kirib kelgan. Super kontrakt bo'ladi, kutamiz deydida, shunaqa qilib yana super kontraktga olib kiramiz degan va'dalar yana davom etaverardi-da. Hozir shu super kontrakt degan atamani ham qonuniylashtirib qo'ydi davlat. Nimagaki,
xalq aldanmasin. Albatta. Xalq bekorga najotni tashqaridan kutmasin. Davlat bersin bu imkoniyatni ham dedi-da, qonuniylashtirib qo'ydi. Albatta siz o'sha oliy ta'limni ichida emassiz, lekin shunga yaqin yo'nalishdasiz-da. Mutaxassis sifatida, shu yo'nalishda uzoq yil bir tajribasi bor inson sifatida nima deysiz? Aynan mana shu xalq atamasiga aylangan super kontraktni qonuniylashishi, korrupsiyani oldini olishda qanaqa, mana shu aldovlarni oldini olishda, insonlarni aldanib qolmasligini oldini olishda qanaqa qo'l keldi? Judayam zo'r bo'ldi. Nimaga? Deylik, o'sha pulni olib borib, haligi tahlikada turgandan borib kassaga pul to'lab, chekini olib, xotirjam bo'ladi. Kirish ham aniq bo'ladi. Cho'chimaydi hech narsadan. Qo'lida cheki bor, shartnomasi bor. Bo'ldi, mana kirdi. Endi avvalgi yillari 56 dan pastini bizda giperkontrakt derdi. Hozir to'xtadi o'sha giperkontrakt. Giperkontrakt yo'q. 56 dan 7 dan yuqori ballilargina ta'lim yo'nalishini tanlash imkoniyati yaratilyapti. Endi mana bu yil kutilyapti, endi aniq tasdiqlangan yo'q. Ya'ni hatto mana Andijon davlat tibbiyot institutimiz bor bizda. Tibbiyot institutida ham super kontrakt to'xtatilyapti. Bo'ldi, bu yerga faqat o'sha yetarli ball to'plab kirganlargina o'qitiladi deb. No baribir mana alternativ variantlar ham ochildi-da. Ularga yo'l kira olmasa avval bitta topshirardi, kira olmadi, bo'ldi 1 yil yutkazdi. Yo'q, hozir mana nodavlat ta'lim muassasalari ko'paydi. Tanlash imkoniyati ko'paydi. Yo'q, bunda o'qimayman, bunda o'qiyman, unda o'qimayman, bunda o'qiyman deb. Tanlov ko'p. Ha, tanlov ko'p. Ya'ni bo'ldi, meni nima hayotim to'xtadi, men 1 yil yutkazdim, boshqa unaqa deyish nimaga to'g'ri kelmay qoldi hozirgi kunda. Qo'shimcha imtiyozlar ham bo'lib qolishi mumkin ichki imkoniyatlardan kelib chiqib. Albatta. Tabaqalashtirilgan to'lov kontrakt haqida gap ketyapti. Shuni institut yoki universitet bilan endi shartnoma tuzib olish kerak. Shu joylarda ham korrupsiya holatlari yuz berganda oldin shartnomani olib olish uchun kimdir qanaqadir manfaat evaziga shartnomalarni hozir o'sha kontrakt.edu.uz sayti orqali o'sha talabalikka, grantga, kontraktga tavsiya etilmagan odam 56 balldan yuqori, 56.7 dan yuqori to'plagan bo'lsa-ki, kirsa, masalan, kirib birorta yo'nalishda mos keluvchi institut yoki yo'nalish tanlasa, o'sha institut tabaqalashtirilgan 4 baravarmi, 8 baravarmi, 10 baravarmi hisoblab, shartnomasiga yozib, chiqarib tayyor qilib beryapti-da, uni elektron tarzda olib, to'g'ri bank kassasiga borib to'lab olib turib, to'lovni qilib bo'lgandan keyin to'g'ri institutga borib uchrab, mana men shu yo'nalishga tabaqalashgan to'lov kontrakti shartnomasini oldim, to'lovini to'ladim, keldim deydi, byuro chiqarib ketaveradi. Raqamlashdi-da. Odam Bu ham qonuniylashdi, raqamlashdi, inson omillari aralashmaydi endi. O'sha eng yuqori darajada, maksimal darajada inson omillari chiqarib yuborilyapti. Inson omili bo'lmasa-ki, demak to'siq bo'lmaydi. To'siq bo'lmasa, adolatli, shaffof tarzda ketaveradi. Kimdir nimadandir umid qilib yoki sun'iy to'siq qo'yib, manfaat orttirishni ko'zlamaydi. Shu maqsadda shartnomalarni ham elektron tarzda oladigan bo'lib ketdi. Suhbatimizni eng zo'r savolli joyiga yetib keldik. Abituriyentlar uchun qiziq. Kimdadir imtiyoz bor qo'lida. Kimdadir o'sha ijtimoiy himoya tomonidan yoki boshqa sabablarga ko'ra imtiyoz bor yoki fanlardan o'sha topshirgan sertifikatga ega abituriyentlarimiz ham borda. Imtiyozlar haqida gaplashsak, o'zi kim uchun qanaqa imtiyoz beriladi? Qanday tartiblar bo'ladi? Shu haqida ham ma'lumotlar berib o'tsangiz. Hozirgi abituriyentlarimizda sertifikatlar juda ko'p, milliy va xalqaro sertifikatlar bor, umumta'lim fanidan, chet tili fanlaridan sertifikatlar bor. Ro'yxatdan o'tish jarayonida ko'p savollar kelib tushdi. Chet tili sertifikat bo'yicha bu asosan milliy yoki xalqaro sertifikatini B1 darajasiga ham ball beriladi deb aytdik-ku, foydalanaman desa. Ko'p savol milliy yoki xalqaro chet tili sertifikatidan B2 darajadagi sertifikati bor abituriyentlarimizdan kelib tushdi. Nima uchun B1 darajadagidan foydalanish yoki rad etish degan bo'limi bor. B2 darajadagi sertifikatda bu narsa chiqmayapti. Biz B2 dan foydalanmoqchimiz, nimaga foydalanaman degan tanlov chiqmayapti degan savollarni beryapti. Bu yerda o'sha sertifikatlarni tasdiqlash jarayonida ma'lum daraja uchun maksimal ball berish ko'zda tutilganda, masalan, umumta'lim fani sertifikatida AA+ darajadagi sertifikatlarga maksimal ball beriladi. Maksimal ball beriladigan sertifikat uchun foydalanasizmi, foydalanmaysizmi degan so'rovni qo'yish u mantiqqa to'g'ri kelmaydi. O'z-o'zidan unga maksimal ball beradi. Maksimal ball bergan narsadan hech kim foydalanmayman demaydi-ku.
Chet tilida ham o'sha B2 va undan yuqori darajadagi sertifikati bo'lsa, unga maksimal ball berishga ko'zda tutilgan. Shuning uchun hurmatli abituriyentlar, sizda agar chet tilidan B2 va undan yuqori darajadagi sertifikat bo'lgan bo'lsa, unga maksimal ball berilishi nizomda ko'rsatilganligi uchun undan foydalanish yoki rad etish punkti yo'q. Unga shundoq maksimal ball beradi. Endi bitta bu yilgi qabul jarayonlarida, ariza berish jarayonida shunday holat bo'ldi. Oldin abituriyentimiz chet tili imtihonlarini topshirgan, milliy yoki xalqaro. Unda B1 daraja bo'lgan va bizda may oyida o'tkazilgan chet tili imtihoni talabgorlarimiz soni juda ko'p bo'lganligi uchun gapirish ko'nikmasini baholash imtihonlari 12-iyunga qadar davom etdi. 12-iyunda yakunlangan imtihonning natijasi 19-iyunda chiqdi. 19-iyun kuni demak milliy chet tilidan sertifikat natijalari e'lon qilindi. Shunda qaysidir abituriyentlarimiz toifasi B2 darajaga ega bo'ldi-da. U 19-iyundan biroz ertaroq ro'yxatdan o'tib qo'ygani uchun uni B1 sertifikatidan foydalanaman bo'lib qoldi. Ko'pchilik savol berdi, endi bu B1 da foydalanmayman, rad qilaman, B2 inobatga olinsin dedi. Bu narsani agentligimiz tomonidan inobatga olib ketilgan. Agar o'sha sertifikat ikkalasi bir xil tildan bo'lsa, ya'ni bir-biri ingliz tilidan, ikkinchisi B2 ham ingliz tilidan bo'lsa, natijani hisoblayotganda eng yuqori darajasi, sertifikatning eng yuqori darajasini inobatga olib ketaveradi. Endi birinchi sertifikati ingliz tilidan, ikkinchisi nemis tilidan bo'lsa, uni demak qaytadan ro'yxatdan ariza berib turib, chet tilini nemis tilidan foydalanaman deb ketish kerak. Endi o'z-o'zidan B1 darajani bitta tildan olgan odam keyingi imtihon uchun boshqa tilga tayyorgarlik ko'rmaydi, katta ehtimol bilan bu bo'lmasa kerak. Shuning uchun ular xijolat bo'lishmasligi kerak. Ikkala sertifikat ham B1 ham B2 darajadagi sertifikat ham bitta tildan bo'lsa, uni hisobga olinadi. Ya'ni eng yuqori darajasiga ball berib ketaveradi. Endi umumta'lim fanidan C bor, C+ bor, B bor, B+ degan darajalar bor. Bu darajalarda proporsional ball berish ko'zda tutilganligi uchun abituriyentlarimizdan ro'yxatdan o'tayotganda foydalanish yoki foydalanmasligi so'ralgan. Ularda xohish irodasiga ko'ra foydalanaman degan bo'lsa, o'sha fandan test savollari, test topshiriqlar kitobida bo'lmaydi. Hammadan ertaroq 1 soat 20 minut ertaroq testni yakunlab chiqib ketadi. Endi besho'la fandan ham sertifikati bor va undan foydalanaman degan abituriyentlarimiz uchun hozir shaxsiy kabinetlarda ruxsatnoma shakllangan. Bu 5 fandan ham foydalanishni ixtiyor qilgan abituriyentlarimizda ruxsatnoma shakllanmaydi. Chunki 5 ta fan, 3 ta majburiy, 2 ta mutaxassis fandan u sertifikati bor, undan foydalanishni ixtiyor etyapti. Demak, u test sinoviga kirmaydi. Ruxsatnomasi yo'q abituriyent test sinoviga kirmaydi. Ular bunday toifadagi abituriyentlarimizdan iltimos qilib qolamiz. Test sinovlari yakunlangandan so'ng, unda masalan ayrim toifasida 189 ball bor. Hammasi eng yuqori darajadagi sertifikat. Men talaba bo'ldim degan hozir ichida shunday tuyg'u bor. Lekin talaba bo'lishlik uchun ikkinchi bosqichda ta'lim yo'nalishini, ta'lim shakllarini tanlab, saqlab chiqib ketish kerak. Shu narsani amalga oshirmasa, u 189 ball hech qayerga o'tmaydi, tanlovda ishtirok etmaydi. Mana salbiy holatlarda haqida gapirilganda o'tgan yili o'sha sport ustasi bo'lgan, ijodiy imtihonga qo'yilmaydi-da, endi ikkala fandan ham ijodiy sportchilar. 156 balli bo'lgan, lekin sport sohasida ballar sal pastroq bo'lgani uchun o'tgan yilgilarga nazar solgan 137, 138 ball bilan grantga kirgan bo'ldi. Menda o'sha 156, men kirib ketaman grantga deganda, u majburiy fanga test sinoviga kelmagan masalan. Majburiy fanda nomi o'z nomi bilan majburiy, bu majburiy fan uchun test sinovida ishtirok etishga barcha majbur. Faqat endi sertifikat topib qo'ygan bo'lsa, u majburiy fanni ham bajarib qo'ygan. Lekin mana ijodiy imtihonlar hozir davom etyapti. Sportchilarimizda yoki sport bo'yicha mutaxassis bo'lmoqchi bo'lganlarga albatta o'sha 30 ta savol beriladigan 1 soatlik imtihonga kirishlari shart. Qolgan abituriyentlarimizda ham shu, agar ruxsatnoma shakllanib imtihon ko'rsatilgan bo'lsa, deylik, 2 ta majburiy fan uchun 20 ta savolchi imtihon qo'yilgan bo'lishi mumkin. 3 ta fandan sertifikat bor odam. Bo'ldi, menga shu balim yetadi, kirmasam bo'laveradi desa, u adashgan bo'ladi. Albatta imtihonga kirish kerak. Majburiy fan degandan keyin u majburiyatni bajarish kerak. Imtihonda to'plangan ballari ham inobatga olinadimi shunda? Ha. Sertifikatda to'plab qo'ygan balliga bu yoqda o'sha qo'shimcha bo'ladi. Ballar qo'shiladi. Oshirib berarganda yana hamda, lekin kimdir xotirjam bo'lib qoladi. Xotirjam bo'lib qolmasligi kerak shu narsaga. To'g'ri, endi imtiyozlarga keladigan bo'lsak, ko'pchilik o'ylaydi, ball qo'shib beradi deydi. Yo'q, ball qo'shilmaydi, ularga qo'shimcha kvota beriladi. Qo'shimcha kvota doirasida deydi. Qo'shimcha kvota degani nima? Misol, harbiy xizmatni bitirib kelgan askarlarimizga 5% deydi. Unda mana misol 100 mingta kvota berildi. Shu 100 mingtani demak 5% 5 mingta joy bo'ladi. Shu 5 mingta joyda
ular kurash olib boradi. O'sha armiyani bitirgan, harbiy xizmatni bitirganlar o'zaro kurash olib borishadi. Mana asosiy haligi 100 mingtalikka qo'shilmaydi bular. Bular 5 mingtaning ichida ana u imtiyoz doirasida kurash olib borishadi. Kurash olib borishadi. U yerda keyin chiziq tortiladi-da, ketib turib mana 5000-inchisi mana bu bo'ldi deb turib chiziq tortiladi. Demak, imtiyozlilar bilan kurashadi. Albatta. Boshqa imtiyozsiz o'zi mustaqil test topshirgani kirganlar o'zlari alohida kvota uchun kurashadi. Harbiy xizmatchida deylik, har bir institutda kvota bor. Institutlar kesimida, yo'nalishlar kesimida bo'lib qo'yadi. Xotin-qizlarda misol, xotin-qizlarnikida unaqa tartib ishlamaydi. Xotin-qizlarda 4% lik qo'shimcha kvotasi bor. U yerda yuqoridan pastga qarab keladi. Son bo'ladi u yerda. Mana viloyat kesimida beriladi. Bizga bu yil yana ham ko'proq son berildi. 400 ga yaqin bo'lib qoldi. 2000 ta joy berilardi har yili. Bu yil 4000 taga chiqarildi ushbu o'rinlar soni. Demak, tibbiyot sohasi yo'nalishlari uchun deb ball ko'p qo'yadi va hokazo. Iqtisodiyot fanlar yo'nalishlari uchun ball qo'yadi va boshqalarida ball ko'p qo'yadi. Shundan yuqori o'tish kerak bo'ladi. Yuqori to'plaganlar talabalikka tavsiya etiladi. Shunday. 4% lik endi o'sha davlat granti asosida qo'shimcha kvota bu ham. Hozir ball qo'shib beradigan imtiyozlar yo'q. Hammasida alohida kvota. Masalan, savol berayotganingizda imkoniyat cheklanganlar dedingiz. 2% lik nogironligi bo'lgan shaxslar uchun davlat grant asosida kvota ajratiladi. Aytganingizda 2% u kichik ozgina ekan deb o'ylaydi, lekin bunaqa toifadagi abituriyentlarimiz ham juda katta son tashkil qilmaydi. Shu 2% doirada faqat shu nogironligi bo'lgan shaxslargina kurashni inobatga olsangiz, katta konkursdan, katta tanlovdan, ko'pchilik kurashayotgan tanlovdan ozgina odam kurashayotgan tanlovga o'tkazish deb tushunsa ham bo'ladi bu. Hammasida kvota deyapmiz. Bu alohida o'sha toifa uchun ajratilayotgan, hammasi grant joylar. Buning ichida to'lov kontrakt yo'q. Faqat endi 5 yil ish stajiga bo'lgan xotin-qizlar uchun 500 ta respublika bo'yicha joy ajratiladi. Bu talaba bo'lmagan, ya'ni kontraktga ham, grantga kirmagan xotin-qizlarning eng yuqori ball to'plagan 500 kishini uchun to'lov kontrakt asosida joy ajratadi. Bu ham 3 yilcha bo'lib qoldi imtiyoz berilganiga. Qolgan imtiyozlarimizda deyarli hammasida davlat granti asosida kvota beriladi. Davlat grantida kirish bu imtiyozdan foydalanish uchun albatta 68 balldan yuqori to'plash kerak. 68 balldan yuqori to'planmasa, u nimasi ishlamaydi. Imtiyozi. Faqat nogironligi bor shaxslar va chin yetimlarga 56 ballgacha ta'sir qilaveradi. 56 balldan nogironligi bor shaxslar ham pastroq ball to'plasa, ularga ham joriy qilinmaydi. Shunaqa, endi harbiy xizmatchining farzandlari bor, ichki ishlar farzandlari bor. Ularniki ham yuqorida aytganimizdek, yuqoridan pastdan tepaga chiziq tortiladi. Chiziq tortilib, o'sha belgilangan sonda, misol deylik, diplomatiyaga 10 ta, aduga bitta odam topshirdi. Shu diplomatiyada 10 ta odam ham kirib ketishi mumkin, bitta aduga topshirgan kirmasligi mumkin. Chunki balli yuqoridan pastga qarab tushib, keyin chiziladi. Ularniki boshqacha. Hammani nimasi imtiyozi boshqacha. Agar deylik shu imtiyozlar bo'yicha bir tushunmasdan qanday ishlashi bo'yicha fuqarolarimizni qayerga murojaat qilishni bilishmayotgan bo'lsa, yuqorida test o'tkaziladigan binolar bo'yicha ma'lumot berildi. O'sha Andijon davlat universiteti akademik litseyi binosini yonida ichida shu darvozasidan hozir kirilyapti. Shu yerga borib, shu bilim va malakalarni baholash agentligiga keldik deb murojaat qilishsa, bemalol, muammo yo'q, barcha savollariga batafsil javob olib ketishlari mumkin bo'ladi. Nima tavsiyalar berardingiz suhbat yakunida abituriyentlar uchun? Nimalarni esdan chiqarmasinlar, nimaga e'tibor berishsinlar? Har yili mana shu imtihon jarayonlarida sizlarni va nazoratchilarni nima ko'proq qiynaydi abituriyentlar bilan munosabatda? Birinchi navbatda ko'proq hujjatini asl nusxasini tashlab kelishadi. Yoki ana shu kunga yaqin hujjatini yo'qotib qo'yadi.
Meni hujjatim yo'q, mana pasportim, mana va elektron nima ham o'taveradi Ko'p kuzatiladi bunaqa holatlar. Deydi, yo'q. Imtihonga kirishda, ya'ni yuqorida aytib o'tdim, test sinovlariga olib kirishga urinsa, harakat qilsa degan nima bor. Taqiqlangan vosita. Taqiqlangan vositalar toifasiga telefonimiz ham kiradi. Mobil aloqa vositalari. Uni olib kira olmaydi. Uni men eshik tagida ko'rishim mumkin. Mana deb turib. Men uni bilan telefon bilan kirish menga ham mumkin emas. Eshik tagida qoldiradi. Qoldirgandan keyin face kontrolga boradi. Ya'ni yuzi bo'yicha tanish. U pasportini so'raydi. ID kartasini so'raydi, aniqlik kiritib turib, shu ekanligiga ishonch hosil qilib boraverasiz, kiring deydi. Kirgandan keyin o'sha guruhiga borib turib, guruh nazoratchisiga uchraydi. Guruh nazoratchisiga uchraganda u yana pasport, ya'ni shaxsni tasdiqlovchi hujjat so'raydi. Asl nusxasini so'raydida, nimaga nusxasiga mumkin emas deydi. Sababi nusxani qo'yib turib, boshqani rasmini qo'yib, nusxa qo'yib yuborsak bo'laveradi-da. Meni Azimov Rustam, Yo'ldoshev Eldor bo'lib bemalol kirib ketishi mumkin. O'sha yuz qismini meni rasmimni qo'yib qo'yadi. O'sha pasportining joyiga nima qiladi? Nusxa qiladi, kopiya qiladi-da, bo'ldi. Men Yo'ldoshev Eldor bo'lib imtihonga kirib ketaveraman. Ko'paytirilgan nusxasi ham o'tmaydi demak. O'tmaydi deb aytilgan, yo'q deyilgan. Ichkarida endi telefon ichkariga kirmayapti. Kim ekanligi, nimaga? Chunki katta sig'imli bino. Katta sig'imli binodan keyin deyilgandan keyin kiringlar deydi. U o'rin boshqasini o'rniga, boshqasi joyiga borib olmasdan oldini olish. Ya'ni bu ham o'zi aslida abituriyentlar manfaatida qilinadi. Birovni o'rniga borib olmasdan deb turib, pasportingizni bering aslini deydi. Aslini ko'rib turib, yuzingizni solishtiradida, keyin ro'yxat bo'yicha tekshiradi. Ro'yxat bo'yicha tekshirgandan keyin ana ishonch hosil qilsa, bu imzo qo'ying, mana u joyga o'tiring deydi. Yoki shubhalansa, yuring deydi, yana face kontrolga olib boradi. Buni men o'xshata olmayapman deydi. Boshqa face qilsa, yo'q, men emas, men Yo'ldoshev Eldorga aylandim. U Azimovga aylandi. Shunaqa narsalarni oldini olish. Pasportda albatta shuning uchun asl nusxasi deyiladi. Ruxsatnomasini chop etib kelishlarini so'raymiz, kech qolishlar. Yuqorida aytib o'tdim, mana Eldorbek aytgandek, bir 2 kun oldin borib o'sha binoni ko'rib kelsa, hech qanaqa zarar qilmaydi. Foyda bo'lsa bo'ladiki, zarar qilmaydi. 1,5 soat oldin keling deyilyapti imtihonga, belgilangan vaqt o'sha belgilangan vaqtdan kechikmaslik kerak. Bo'ldi. Shu bilan nizom bo'yicha 1,5 soat avval to'xtatilish kerak. Kiritish soat 8da imtihonga 7:30da to'xtatilish kerak. 3dagi imtihonga 2:30da to'xtatilish kerak. Nizomda aniq-taniq yozib qo'yilgan. Eldor aka, sizlarda mana nazoratchilar yordamchida. Aynan mana shu nazoratchilarni ham bilimlarini oshirishga imtihon oldidan tayyorlovlar, bir kurslar o'tiladimi? O'sha amaliy jarayonlar bilan to'liq tanishtiriladimi? Ularni ham mana shu korrupsiya holatlarini oldini olishda, mana yuqorida aytdik, shu holatlarga, imtihon jarayoniga qanaqa tayyorgarlik ko'riladi aynan nazoratchilar ustidan? Nazoratchilarimizni test sinovlariga saralab olish bo'yicha bizda 2 bosqichda amalga oshiriladi. Bu bo'yicha agentlikning ilmiy kengashidan tasdig'idan o'tgan qarori asosida birinchi bosqichda bu har yili test sinovlarida ishlab kelgan nazoratchilarning ichidan eng yaxshi baholarni olgan. Nazoratchilarimiz test sinov jarayonida bino rahbari tomonidan qilayotgan faoliyati baholab boriladi. Yaxshi baho va a'lo baho olganlargina birinchi o'rinda saralab olinadi. Qoniqarsiz baho olganlar, ya'ni ikkinchi bosqichgacha seminarlarda o'qish uchun yuboriladi. Qoniqarsiz baho olganlar esa demak nazoratchi sifatida qayta tanlovga qo'yilmaydi. Bundan tashqari endi o'rnini to'ldirish uchun ikkinchi bosqichda yangi qo'shilmoqchi bo'lgan nazoratchilar uchun demak bu ham onlayn tarzda ariza qoldiriladi. Zaxira uchun. Agentlikda rasmiy sayti bor bu bo'yicha. Shu saytdan ro'yxatdan o'tadi va onlayn tarzda o'sha yerda amaliy va seminar mashg'ulotlari bor. Shular bilan tanishib chiqib, test topshirish uchun unga imkoniyat beriladi. Seminar mashg'ulotni o'qiganlarga. Bu ham raqamlashtirilgan, o'z-o'zidan seminarda o'qimasdan turib testga yetib borib bo'lmaydi. Shuni to'liq o'qib tanishib chiqqandan so'ng test sinovini topshirishadi. Test sinovida yaxshi baho olganlarda amaliyot va seminar mashg'ulotlari uchun chaqirildi. Mana masalan, yanvar oyida ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, aprel, may oylarida amaliyot va seminar uchun chaqirilib, ularning ichidan
amaliyotda nima ish qilish kerakligini, keyin qay darajada unga bardosh beradi. Nazoratchilik qilish oson ish emas. Chunki ertalab soat 5:30da boradi test sinoviga u. Shu bilan test sinovi 18:00 da tugaydi. Orada 1 soat yoki 45 daqiqa obed qilib olish vaqti bo'ladi xolos. Qolgan paytda u doimiy harakatda, tik oyoqda ishlaydi. Shuni hisobga olib, amaliyot jarayonida o'zini bir sinab ko'radi. Jismoniy jihat unga to'g'ri keladimi yoki yo'q, ko'rgandan keyin ma'qul kelsa, keyin undan bilan suhbat imtihonlari tashkil etiladi. Suhbat imtihonida yaxshi o'ta olganlargina keyin nazoratchi sifatida mehnat shartnomasi tuziladi agentlik bilan. Ishlagan kuniga o'sha belgilangan me'yoriy hujjatlardagi haqlar to'lanadi. Endi mana kecha ham eski ham yangi nazoratchilarimiz uchun kun davomida 2 smena davomida seminar mashg'ulotini o'tdik. Seminar mashg'ulotida eng asosiy urg'u berilgan narsa bu korrupsiyani oldini olishga qaratildi. Endi nazoratchi test sinovida ishlagandan so'ng uni o'quvchisi bor, o'qituvchilarda ko'proq yoki qanaqadir tanishi bor, kimdir uni oldiga kelib, masalan, savollar nima bo'lyapti, qanaqa yordam berish imkoniyatlari bor deb so'rab qolishlari mumkin. Vaziyatlarda amaliyot jarayonida ham ishtirok etib ko'rgan nazoratchi ham biladi. Pavilyonda masalan eng kamida deylik 1000-1,5 ming odam o'tiribdi. Qaysidir abituriyent oldiga borib yordam bersa, bu yoqda turgan 500 lab abituriyent indamay turmaydi-ku. Adolat, shaffoflik shu narsada. Hamma bir-birini nazorat qilib turishni o'zi adolatda. Shu narsalarni ko'rgandan so'ng u ortiqcha harakat qilishga urinmaydi ham. Urinmasligi uchun bu kafolatlangan kafolat xatlarni yozib beradi, qonun oldida javobgarligi bo'yicha tushuntirishlar olib borilgan, profilaktika ishlari olib borilgan. Shuning uchun nazoratchilarimiz ham shunday biz fikrdamiz, hech qaysi alohida tayyorgarlik bo'ladi ularda ham. Qo'l urmaydi-da degan umiddamiz. Albatta tayyorgarlikdan o'tadi bular. Salomat bo'linglar. Sizlarga ham bugungi suhbat uchun minnatdorchilik bildirib qolamiz. Ayni daqiqalarda davra suhbatimiz yakuniga yetib bormoqda. Hali oldinda yana test jarayonlariga oid yoki bu yilgi 2026-yilgi davlat imtihonlari bilan bog'liq jarayonlar bo'yicha yana sizlarni suhbatga taklif etamiz. Yangiliklarni aynan Andijon viloyati telekanalining dasturlari orqali bilib borishingiz mumkin. Hozircha xayr, salomat bo'linglar.